Tadbirkorlarning 90% aynan shu yerda ko'p pul yo'qotishadi. Assalomu alaykum. Meni ismim Sevara Muhammedova, 16 yillik tajribaga ega professional buxgalterman. Bugungi kunda Professional futbol ligasida buxgalterman va O'zbekiston Milliy universitetida buxgalteriya auditidan dars beraman. Hozirgi paytda Finway jamoasi bor menda, Finway Consulting bor. 160 dan ziyod korxonalarning buxgalteriya xizmatlarini ko'rsatamiz. Barcha faoliyatlarga 25 ta xodimim bor. Undan tashqari ishlab yurgan buxgalterlarning malakasini oshiraman, o'qitaman. Bugungi mavzuyimiz tadbirkorlar qayerda qachon pul yo'qotadi. Ko'pchilik soliqlardan qochish maqsadida kichkina korxonalar ochishga harakat qiladi yoki o'zi naqdga ishlab yuradi-da, meni faoliyatimni rasmiylashtirishim shart emas deb o'ylashadi. Aslida butun jahonda beli buxgalteriyada soliqlar ancha osonroq, kamroq bo'ladi. Ayniqsa mana ko'ryapsizlar, hozir Rossiyada o'sha hamma beli ishlayapti, shtraf qilishyapti, hattoki qamoq jazolari ham joriy qilingan. Bu degani oxirgi 1-2 yilda O'zbekiston ham 100% beli buxgalteriyaga o'tadi degani. Endi ko'pincha tadbirkorlar kattaroq firma ochishmayapti-da, YTT ochishyapti. Ya'ni o'zini o'zi band qilish yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar. Chunki bugungi kunda respublikada 1% soliqqa belgilangani uchun hamma YTT ochyapti. Men hattoki shunaqa insonni taniyman. Bir nechta insonlarni bir vaqtda o'zida 40 talab, 30 talab, eng kamida 10 ta 12 ta YTTsi bor insonlar bor. Ko'pchilik kamroq soliq to'layman deb o'ylab YTTlarni ochyapti. Bular ko'p pul yo'qotishyapti. Nimaga? Bilasizlarmi? Har bitta kichkina YTTni ochish hech bo'lmaganda 1 millionga tushadi. Ya'ni davlat boji, YTP qiluvchi olinadi, baribir uslugaga to'lashadi, pechat olishadi. Bularni barchasi hech bo'lmaganda 1 million, 1,5 million bo'lyapti. 10 ta YTTni hisoblasangiz 10 million degani ochishi o'ziga. Endi har biri bo'yicha 412 mingdan xodimlarga ham, o'sha rahbarining o'ziga ham qat'iy belgilangan solig'i bor, shulardan to'lanadi. Qarang, 10 tasi yana har oyda 4 million 120 ming degani. Undan ko'ra bitta firma ochib turib, o'sha firmada ishlab turib, o'sha 4% solig'ini to'lash ancha sizga arzonga tushadi. Va bir vaqtda o'zida YTT ochganingizdan keyin uni limiti to'lib qoladimi? O'sha 1 milliardga chiqib qoladi. Hozir uni oyga bo'lganingizda 83 milliondan to'g'ri keladi. Bir oyda 83 milliondan ko'p realizatsiya qila olmaysiz. Bu sizga limit degani, to'xtatadi degani va siz boshqa YTT ochurasiz. Va bu sizni ishingizni qiyinlashishiga olib keladi. Hisob-kitobingizni buzilishiga olib keladi. Nazoratingiz baribir buziladi. Maslahatim, bitta kichkinaroq aylanma firma ochib turib yoki NDSli prihod olsangiz, sizda ancha muammolaringiz kamayadi. To'g'ri, qaysidir tovarlarni prihodga ola olmasligingiz mumkin. To'g'ri, qaysidir joylarda pul yechganingizda sizga 4% emasda 1% arzonroq bo'lib tuyulishi mumkin boshidagi hisob-kitobingizda. Endi bilasizmi, ko'p tadbirkorlarning asosiy muammosi faqat tushumga qarashadi. Pul tushib turibdi-ku, bo'ldi. Boshqa narsani hisob-kitob qilishmaydi. Misol uchun, buni oddiy misolda aytadigan bo'lsam, pul kelib turibdi-ku, bo'ldi. Boshqa narsani hisob-kitob qilish shart emas. Aslida pul kelayotgan bo'lishi mumkin. O'sha korxonangizda, o'sha kompaniyada yoki o'sha faoliyatingizda foyda bo'lmasligi mumkin. Xo'p, foydani qanaqa chiqaradi? Daromadlarni olasiz, barcha xarajatlaringizni yozib chiqasiz. Bitta korxonaga shunaqa kes bo'ldi, zo'r, savdosi zo'r. Endi brendini aytsam, hayron qolasizlar. Kunda savdo bo'lib yotibdi. Lekin xarajatlarini hisoblab chiqsak, daromadga nisbatan xarajat ko'p. Masalan, 100 million, bir oyda 100 million daromad qilyapti, ya'ni tushum bo'lyapti, pul kirib turibdi. 125 million xarajat bilan chiqdilar. 25 million zararda degani. O'rtoqlar, kunda kelayotgan pul bu foyda degani emas.
hamma pulni misol uchun olib boshqa narsalarga ishlatayotgan bo'lishi mumkin, boshqa xarajatlarni hisoblanglar, nol nuqtalarni hisoblanglar. Qachonki biznes nol nuqtaga chiqadi, o'shandan keyin o'sish bo'ladi. Ko'pincha menda bunaqa keyslar bo'ladi. O'zim ham shundan foydalanaman. Joy arendaga olsam, $5000 arenda deylik. $5000 arendani qoplashingiz uchun qanchadir xizmat, misol uchun 40 ta korxonaga buxgalteriya xizmatini ko'rsatishingiz mumkin, 40 ta o'quvchini o'qitishingiz mumkin yoki misol uchun 400 ta tovar sotishingiz mumkin. O'sha 0 nuqtaga chiqishingiz uchun, o'sha $5000 xarajatingiz yopilishi uchun 0 nuqta. Misol tariqasida aytyapman. Buni boshida 40 ta qilish qiyin. Nima qilasiz? Eng zo'ri sub arenda. Misol uchun o'sha joyingizni boshqa tanishlaringizga, yaqinlaringizga arendaga berish orqali siz xarajatlaringizni kamaytirasiz. Mana shu jarayonda xarajatlarni hisob-kitob qilish siz uchun eng zo'r variant. Pulli keldi degani bu siz foyda qilyapsiz degani emas. Shuning uchun xarajatlarni hisoblang. Soliqlarni noto'g'ri to'lanishi, misol uchun ko'plab kompaniyalarga bizni soliqlarni perdoplataga olib chiqib berganmiz yoki soliqlarni qaytarib berdik va ko'plab korxonalarda optimizatsiya qilish orqali soliqlarni kamaytirdik yoki imtiyozlarni qo'lladik. Sizni korxonangizni qaysidir faoliyatida imtiyozli bo'lishi mumkin. Masalan, bo'lishi mumkin savdo korxonalari hozir imtiyozli berilgan va shunga o'xshash bir nechta IT kompaniyalari juda katta imtiyozlari bor. Nima demoqchiman? Soliqlarni noto'g'ri to'lash oqibatida ham ko'plab tadbirkorlar pulini yo'qotishadi. Eng keng tarqalgani umumiy hisob-kitob yuritilmaydi. Misol uchun, kompaniyada xodimlar bor, kassa apparat bor, bank bor, klientlar bilan ishlash bor, hammasi har qayerda yotadi. Yaqinda bitta korxona oldik, restoran. U endi juda ham mashhur restoran, hisob-kitoblarini qilyapmiz. Shu paytgacha ular qaysidir postavщикlar tovar berganman, pulini to'lab ber degan, u buxgalterga turgan, buxgalter ham hech qanaqa hisob-kitob qilmagan, pulini to'lab yurgan. Va biz olyapmiz, hammasini hisob-kitoblarini qilyapmiz, programmaga kirityapmiz, audit qilyapmiz, 1С восстановление qilyapmiz. Hamma korxonasidan perdoplataga chiqyapti. Va korxonalar aytyapti, biz aytamiz, mana aktverka, sandan qarzimiz yo'q. Qaytanga bizani pulimiz sanda bor. Sen shuncha pulli tovar berishing kerak. Hamma korxona hayron. Biznes egasi shunaqa darajada xursand, bizga bergan puliga rozi bo'lib, bizga dastavka jo'natib yuboradi. Mana bu shirinlik sizlarga, mana bu ovqat sizlarga, mana bayramlarda mana bu sovg'alar sizlarga. Nima uchun? Hisob-kitobi joyida bo'ldi. Aytmoqchi bo'lganim, buxgalteringiz bo'lishi mumkin, u yosh bo'lishi mumkin yoki unga talab qo'ymagan bo'lishingiz mumkin. Hisob-kitoblarni o'z joyiga qo'ying. Debitor, kreditorlaringizni tekshiring. Kassangizni tekshiring, xodimlar bilan hisob-kitoblaringizni tekshiring, kassadagi pul oqimlaringizni tekshiring, daromad va xarajatlaringizni hisob-kitob qiling. Shunaqa darajada pullaringiz sizda ekonom bo'lishni boshlaydi. Buxgalterni qimmat deb o'ylaysiz, menimcha yaxshi buxgalterlar qimmat bo'ladi deb o'ylaysiz. Yo'q. Aslida siz ishlatayotgan, uyda o'tirib yoki freelance bo'layotgan buxgalterga nisbatan outsource kompaniya sizga arzonroq tushishi mumkin. Shunaqa vaziyatlar bo'lyapti. Biz outsourcega olyapmiz, ya'ni biz buxgalteriya xizmatlariga olyapmiz, 6 million xizmat haqqi berganmiz, misol uchun bitta restoranga. U restoran haligi buxgalterga $1000 oylik to'lar ekan. Biz 6 millionga oldik. Va bizning outsource kompaniyamizda audit bor, soliq maslahatchisi bor, glabuh bor, yordamchi buxgalter bor, nazorat assistent bor, doimiy eslatib turadigan qancha xizmatlarni qo'shib oldilar. Aytmoqchi bo'lganim, agar sizga ham meni tajribam kerak bo'lsa, maslahatlarim kerak bo'lsa, professional buxgalterlar kerak bo'lsa, har kunlik hisob-kitoblaringiz o'z joyida bo'lishini xohlasangiz, buxgalterlar eslatib turishni xohlasangiz va telefon qilganingizda buxgalter vaqtida javob berib, sizga ishlaringizga yordam berishini xohlasangiz, biz xizmatingizga tayyormiz. Outsource kompaniyamizga murojaat qilishingiz mumkin yoki menga murojaat qilishingiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa, shu videoning tagida savollaringizga yozib qoldirishingiz mumkin. Hamma savollaringizga javob beraman. Biz qanaqa xizmat ko'rsatamiz?
har haftada, har kunida biznesni egasiga hisob-kitoblarimiz bor. Inkassatsiya bo'yicha, tovar osадка bo'yicha, debitor kreditor bo'yicha, bank bo'yicha, umuman olganda hamma hisob-kitoblaringizni professional darajada sizga yordam bera olamiz. Buxgalter va buxgalteriya xizmatlari, maslahatlari kerak bo'lsa, siz bilan ishlashga tayyormiz. Yana boshqa soliq, buxgalteriya, biznesga oid ma'lumotlarni kuzatish uchun keyingi videolarimizdan kuting. Yaxshilikni ko'rishaylik, sog', omon bo'ling.